Qatil qaralik bombani avtomobilga o'rnatib, orqadan darhol qochib ketdi. Ammo mashinadagi er buni texi bilmaydi. Bomba darhol ta'tir sanoq bosqichga kirdi. Tuyuqsiz mashinaga odamni bizar qildigan asarasi uchib kirib keldi. Er to'xtamay qo'l pulanlatib asalarisini qo'g'ilgan bo'lsa-mu, lekin har qancha qilibmi qo'g'lab chiqarib o'tolmadi. Vaqtning borgan sari qilishiga egishib asalarisini qo'g'lab chiqa olmagan er sabra bo'lishga boshladi. Er udul bir tizlab kelib yon tarafda mashina to'xtatdi. Bu vaqtda oralla 14 sekund qolgan edi. Ahvoldan xabarsiz er yanıla asabiylarcha asalarisi bilan ilishvatadi. Bu chaqda asalarisi tuyuqsiz mashinaga kelib qo'ndi. Er butun zehni bilan oyoqini silib zarba berdi. Yiroqdagi qatil aslida cho'ng ishni bitirdim deb o'ylagan edi. O'ylamgan yerdan er azroqmi ziyonkashlik uchirmadi. Ahvoldan butunlay xabarsiz er faxrlangan holda o'zini qaltis mahorat yetildirdim deb o'ylagan edi. Amalsiz qatil ikkinchi kuni davomli qaslab o'ldirishga majbur bo'ldi. U erning mashinasiga qartib orqa-orqadan o'q chiqardi. Eng oxirida bir pay o'q mashinadagi may baqiga tegdi. Shu daqiqada mashinadagi benzinning hammasi yiqib tushdi. Er yanıla qilcha xabarsiz holda mashinani haydagach telefon urdi. Arqadan u chaqmoqni ilib tuyuqsiz buzilib qolganligini payqab mashinaning sirtiga tashlab etdi. Yiqib tushgan benzin shu hamon lovuldab ko'yishga boshladi. Nas basgan qatil mana shunday qilib mashinani o't ichiga boshlab kirdi. Mashina ichidagi qatil darhol mashinani sakrab tushib oldi. Mashina bo'lsa udul dongdan tushib ketdi. Qatil bu qitimqi vazifaning buncha mushkul ekanligini o'ylab baxman edi. Ammo er may yiqib ketgan mashinani haydab davomli oldiga ilgirladi. Vazifada mag'lub bo'lganligini bilgan xo'jayin qattiq g'azablanib bu qitim huzur qatilni avatib vazifani tamomlamoqchi bo'ldi. Nihoyat islam mashinasida may qilgan er mashinani may qashlash punktiga haydab keldi. Huzur qatil asta erning iziga tushdi. U biligini ko'tardi. O'tkir xanjar ko'zini yumib ochqicha itilib chiqdi. Orqada u biligidagi natijani ko'rsatib, bu vazifaning o'ziga nisbatan aytganda nihoyat muhim narsa ekanligini bildirdi. Biroq er kishi xavfning yetib kelish oldida turayotganligini bilmaydi. May qachilg'uchi mashinadagi kichik cho'chikning ig'zini sig'iz bilan itib qo'ydi. Er kishining beshini suv bilan yuvayotganligini ko'rib, qatil bir chetda turib, alohida yasalgan ushsizlantirish dorasini ilib chiqqanligini bilmaydi. U qatil erning keyniga asta yiqilashdi. Taleylik erning mana shundaqla bala qazanni qutqishni o'ylab baxman edi. Bir necha soatdan keyin qatil oxiri o'shiga keldi. O'ylamagan yerdan u xanjarni qo'zg'atib qo'ydi. Vazifning yana bir qitim mag'lub bo'lganligini bilgan xo'jayin masalaning ig'irligini his qilib 5 nafar alohida xodim avatib oxiri erni tutib ekeldi. Orqadan maxsus odam avatib qo'g'di. O'ylamagan yerdan er butun kuchini chiqarib ko'zini yumib ochqicha arg'amchini butunlay uzitib derazadan sirtqa sakrab chiqib oldi. O'ylamagan yerdan sirtnimi zo'r qo'shin qo'g'dayotdi. Er ahvolni ko'rib qo'l ko'tarib taslim bo'ldi. Er mana shunday qilib yana bir qitim o'limdan qutulib qoldi. Kechda qatil yana erni o'g'lini qaslab o'ldirmoqchi bo'ldi. O'g'il bola shuncha chiroyli o'qiyani ko'rib, yulib chiqib qarab boqmoqchi bo'ldi. O'ylamagan yerdan bu to'qsim to'rik edi. Shunda qilib yana ikki qatil vaqtsiz o'lib ketdi. Umidsizlangan xo'jayin bu qitim o'zi qo'l silishni qaror qildi. U erning uyiga o'g'irlikchi kirib, er bir oila kishilari uyiga qaytganda xo'jayin tuyuqsiz ishning orqasidan paydo bo'ldi. Bir oila kishilari yomg'ib turib qoldi. Bu qitim cho'qim hech qanday chatoq chiqmaydi deb o'ylagan edi. Lekin filmning to'liq qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, ekranda ko'ringan Ko'zkor salonini qo'shilib 133 raqamni yo'llab ko'ring. Agar topolmasangiz, bosh betdagi birinchi to'pinga qarang.